o'zini ustidan benzin qo'yib yoqib yuboradi. Men o'zimni o'zim yoqib yubordim. Oyijon, dadajon, meni kechiring. Ahmoqlik qildim. Kelin qaynonasi bilan janjallashib qolgandan keyin oshxonaga kirib o'ziga pichoq sanchiydi. O'sha paytda bexosdan eshigi ochiq bo'ladi, qo'shnisi kirib qoladi. Qo'shnisi "Hoy, nima qilyapsan?" deb uni to'xtatadi-da, "Voy, endi men sharmanda bo'ldim, endi bu yog'i nima bo'ladi?" deb o'zini ustidan benzin qo'yib yoqib yuboradi. Qiy-chuv, baqir-chaqir boshlanib ketadi. Hovliga oyisini ko'rgani qaynopasi kelib qoladi. Уже kuyib, yonib tamom bo'lgan, og'riqqa chidolmay uni so'rayotganda chinqirib, shu anaqa hayot uchun anaqa olishib turgan paytida hammasini raqamli diktofonga yozib oladi gaplarini. Kelin vafot etadi. Uni ota-onasi yuqori turuvchi organlarga murojaat qilib, "Yo'q, qizim o'zini bunaqa qilib yoqib yuborishi mumkin emas edi. Buni qayni opasini ovozi, qayni opasi atikdan qilib o'zligi yoqib yuborishganda, shuning uchun atikdan mana shu fonogrammani tuzishgan, montaj qilib" deb aytgan. Tadqiqot o'tkazib, qayni opasini ovozi emas, uni ovozi yoshi katta anaqa shaxsning ovoziga yo'g'onroq, undan balandroqliklarini aniqlab, ekspertiza tadqiqotini o'tkazib, xulosa berganimizdan keyin ota-onasi har qatdan o'zi qizi gapirganiga ishonchi komil bo'lishgan.